Islom Maxachev yengil vazn toifasiga qaytmasa ham Ilya Topuria rossiyalik bilan jang qilishi mumkinligini aytdi. Shundan so'ng Maxachev va Ilya Twitterda o'zaro tortishib ketdi. Haftadan bu jang albatta bo'ladi. Bu katta biznes. Oliveira jamoasi Topuria bilan jang uchun uchlik strategiya tayyorladi. Video davomida ushbu qiziq yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Videoga like bosing, biz boshladik. Nursulton Ro'zboyev jang qiladigan UFC oqshomiga 2 kun vaqt qoldi. Hamyurtimiz ushbu jang uchun so'nggi vaznlarni tashlamoqda. U 18-may kuni Dustin Stoltzfusga qarshi navbatdagi jangini o'tkazadi. Bookmaker va UFC analitiklari Nursultonning g'alabasiga katta ishonch bildirishmoqda. Ushbu jangdan Nursultonning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni xohlasangiz, video kommentariyasida rasmiy omad silkasi mavjud. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting. 5 million bonusni olish uchun promokodga tahlil va so'zini yozing va oson pullarni ishlab toping. Barchaga omad. Biz yangiliklarda davom etamiz. Topuria Maxachevni 200lamachi deb atadi. Ilyaning gaplari. Islam bu sportda men ko'rgan eng katta 200lamachi inson. U menga imkon bermoqchi emasligini aytdi. Chunki men kichkina yigit emishman. Endi esa aynan shu kichkina yigit izlagan imkoniyatni u izlab yuribdi. Islam shunday deb javob berdi. Sen bilan mening oramizda farq shuki, men o'z divizionimdagi eng kuchlilarni mag'lub etib, keyingi divizionga o'tdim. Sen esa yarim yengil vaznda 2 da'vogarlardan qochding. Sen yengil vaznda hech kimsan. Faqat Ispaniyadan chiqqan chiroyli soch turmakli ko'p gapiradigan yigitsan. Bor, bitta g'alaba qil, keyin gaplashamiz bolakay, dedi Islom Maxachev. Topuria vaziyatni boshqacha ko'rishini aniq aytdi. Sen bilan mening farqim, men erkakman, sen esa qo'rqoqsan. Men gapiraman va jang qilaman. Sen faqat gapirasan, keyin iz qoldirmasdan uzoqlarga qochasan. Sen kichkina bolasan, ti malinki patsan, deb javob qaytardi Topuria rus tilida oxirgi iborani yozib. Bir kun avval Islom Maxachev yengil vazn toifasidagi chempionlik unvonini Jack Della Madalenaga qarshi o'tkazish evaziga bo'shatgan bo'lsa, Ilya Topuria va Charles Oliveira 28-iyun kuni UFC 317 turnirida vakant kamar uchun jang qiladi. Bilishimcha, u tashkilotda bor yo'g'i 7-8 ta jang o'tkazgan. Eng yaxshi jangchilardan u faqat har 3-jangda mag'lub bo'lgan va kamarni faqat bir marta himoya qilgan Keksa Wolf va Holloway'ni mag'lub etdi. Menimcha, u ko'p gapirishdan oldin ko'proq ish qilish kerak. Ilya Topuria Islom Maxachev bilan jang qilish imkoniyatini ko'rmoqda. Gruziyalik jangchining so'zlariga ko'ra, agar Maxachev yarim o'rta vaznda UFC chempioni bo'lsa, vaznni yana ko'tarib, unga raqiblik qilishi mumkin. Ilyaning gaplari. Albatta, nega emas? Hammasi muxlislar meni yarim o'rta vazn toifasida jang qilishimni ko'rishni istashiga bog'liq. Men odamlarni xursand qilish uchun kurashaman. Ochig'i, men ham qiyinchiliklardan motivatsiya olishim kerak. Shuning uchun eshikni yopmayman. Agar imkoniyat tug'ilsa, men buni qilaman. Umid qilamanki, qarshi tomon ham bunga tayyor bo'ladi, dedi Ilya Topuria. Islom o'zi bilmagan holda Gruzinning boshiga kirib oldi. Habib ham 5 yildan beri Conorga tinchlik bermayapti. O'ylaymanki, Oliveira uni osmondan tushiradi. Charles Oliveiraning murabbiyi Diego Lima ular Ilya Topuria bilan jang uchun ko'p qirrali strategiya tayyorlayotganliklarini aytdi. Bu esa chempionlik uchun kurashda g'alaba qozonish uchun kalit bo'lishini aytdi. Topuriyaga qarshi biron bir strategiya qo'llashdan ma'no yo'q, chunki u ko'p qirrali jangchi. Garchi hamma o'zining nokaut kuchi haqida gapirsa-da, biz uning ajoyib mahorati va yaxshi kurashga ega ekanligini bilamiz. Shuning uchun biz MMA qoidalariga ko'ra jang qilishga tayyor bo'lishimiz va uni ma'lum bir vaqtda biz uchun foydali bo'ladigan joyda rivojlantirishimiz kerak. Biz kurashni boshidanoq biz uchun eng yaxshi tarzda kurashishga yordam beradigan strategiyani izlayapmiz. Biz allaqachon ko'chib o'tmoqchi bo'lgan bir nechta yo'nalishlar bor va biz ularni amalga oshirish uchun astoydil harakat qilyapmiz. Bu faqat bitta strategiya bo'lmaydi. Bizda allaqachon mos deb hisoblaydigan 3 ta variant bor va biz 3 tasi bo'yicha ham yaqindan ishlayapmiz, dedi Oliveiraning murabbiyi. Men Charlesning xitoylik Conorni mag'lub etishini juda ham istayapman. Jang haqida fikrlaringizni siz ham kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanalida ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.